Oydin Norboyeva. Bu ism va suratdagi aktrisa ko'pchiligimizga tanish. Bu aktrisa nega teleekranlarda ko'rinmay ketdi? Hozir qayerda? Uning keyingi hayoti qanday kechdi? Bu kabi ko'pchilikni qiziqtirgan savollarga ushbu roligimiz orqali javob olasiz. Sizni otib yuborishardi. Men saqlab qoldim. Menga asl ismingizni aytsangiz bas. Assalomu alaykum. Inspektor Ahmedova. Nima gunoh chiqib qo'ydimi? Yo'q. Sizga sharafli topshiriq bor. Kuyov bolani mashinaga o'tkazing. Aktrisa Oydin Norboyeva 60-70 yillarda butun Sovet ittifoqiga tanilgan, millionlab yuraklarni zabt etgan o'zbek teatr va kino san'atining yulduzi edi. 1944-yil Toshkent shahrida dunyoga kelgan Oydin Norboyeva bolaligidan san'atga qiziqqan. O'z uyida qo'g'irchoq teatri tashkil etib, qo'shiq aytib, raqs tushib, oila a'zolariga mahoratini namoyish etardi. O'rta maktabni tamomlab, Toshkent teatr va rassomchilik oliygohiga o'qishga kirdi. U yerda aktyorlik sir asrorlarini puxta o'zlashtirdi va tez orada Hamza nomidagi teatr sahnasida aktrisa sifatida ko'rina boshladi. Oydin Norboyeva ushbu teatrda 30 yil davomida xizmat qildi. Bu vaqt ichida Desdemona, Cordelia, Maria Stuart kabi kuchli ayol obrazlarini jonlantirdi. 1964-yilgi Tungi hayot filmi Norboyeva uchun kinodagi yorqin start bo'ldi. Filmdagi aktrisa ijro etgan Surayyo roli tomoshabinlar qalbini zabt etdi. 1966-yilda uni butun Sovet ittifoqi tan oldi. 26-Otilmasin filmidagi Nadia obrazi uchun u Lenin komsomoli mukofotiga sazovor bo'ldi. 1979-yilda esa O'zbekiston xalq artisti unvoniga ega bo'ldi. Aktrisaning shaxsiy hayoti. Oydin Norboyeva ilk marta 16 yoshida kinorejissor Habib Fayziyevga turmushga chiqdi. 1 yil o'tib o'g'li Jahongir tug'ildi. Bir necha yillik turmushidan keyin aktrisa ajrashishga qaror qildi. Aktrisaning to'ng'ich farzandi bugungi kunda Rossiyadagi taniqli rejissor va prodyuser Janik Fayziyev bo'ladi. Aktrisa ikkinchi bor Rustam va Suhrob filmidagi sherigi aktyor Bimbolat Batayev bilan oila qurdi. Bu turmushidan ikkinchi o'g'li Zaurbek dunyoga keldi. Lekin Norboyevaning bu turmushi ham uzoqqa cho'zilmadi. 90-yillarda o'zbek kino va teatri inqirozga yuz tutdi. Aktrisa sahnani tark etmadi. U ovozlashtirish bilan shug'ullandi. So'ng Isroilda gastrollarda ishtirok etdi. Aynan shu davrda 3-turmush o'rtog'ini uchratdi. U bu safar biolog olim inson bilan turmush qurib, 1999-yilda turmush o'rtog'i bilan Isroilning Tel Aviv shahriga ko'chib o'tdi. U Isroilda ham sahnani tark etmadi. Bir necha yil Gordinlar urug'i serialida rol o'ynadi. Aktrisa so'nggi marta 2015-yilda Yupqa muz nomli o'g'li Janik Fayziyev prodyuserligidagi filmda suratga tushdi. Shundan so'ng aktrisa hozirgacha boshqa filmlarda ishtirok etmadi. Bugungi kunda 81 yoshda bo'lgan Oydin Norboyeva hayotini Tel Aviv shahrida davom ettirmoqda.